Assalamu alaikum, aziz, muhtaram Sharq Turkiston xalqi. Mening suyimlik millatim, bichara, do'sti yo'q, uylanchiki yo'q, g'arib millatim. Bugun sizlar bilan bir qo'rqinchli temani o'rtoqlashish oldida turibman. Ama bu temadan burun mening bir shaxsiy uqtirishim bor. Bu dahshatli bir temaning boshlanishida bu uqtirishni qistirib qilib olishim bir hisobda eshak ulavasi ko'tarajak atgandek tuyg'u berishi mumkin. Lekin bu hali uzun bo'ldi. Uqtirmoqchi bo'lib uqtirolmayotgan. Buning o'zini ayrim desam gaplashmaydigandek turdi. Shu mushaga qistirib deb qo'yma oldi bilan. Bu uqtirish shu. Benim ba'zi qiz o'g'illarim va boshqa ba'zi adabiyot havaskorlari, kitobxumar yoshlar men bilan adabiyot mavzusida, xususan mening romanlarim, boshqa adabiyot asarlarim haqida Uyg'ur adabiyotining oxirgi damlardagi ahvoli haqida so'zlashgisi borligi ma'lum. Men bu efendimning qozilikdan tushgandan keyingi do'stlardek ilg'inib qolgan, mendan zerikib ketmagan bolalarim bilan, kasbdoshlarim bilan bundaq bir adabiy suhbatni qilishni jon dilim bilan xohlaydiganligimda gap yo'q. Bak uzun bo'ldi. 2007dan boshlab desam bo'ladi biz bu ma'mtumini hala inim bilan bundaq bir suhbatni qilsak bo'ladi, qilsak bo'ladi deyishib qo'ydik ancha-muncha. Sharoit bo'lmaydi. Chunki o zamonlarda bilasizlar biz şu suhbat qilmoqchi bo'lganlar cho'qim bir uyga to'planishimiz kerakdi. Ayında qilib qiyg'ili bo'ladi. Ama hozirgi bugungi kundagi texnik saviyemizde dünyanın her qaysi joylarida turib bu suhbatni qiyg'ini bo'ladigan bir sharoit tug'ildi. Shunlashqa bu suhbatni qilsak bo'ladi. Ama bu mundaq ig'izdan hali gap yo'qsa deb qo'ygan gap bo'lsa, ama shuning bilan yo'qoladi. Mening uqtirishim bilan yo'qolsalar. Agar bu rost bo'lsa, buni vujudga chiqaramiz. Şunun aldı bilen her bir xohlovchi men bilan ayrim aloqalashsanglar. Aldın ala bilib beqishim zarur bo'lgan ba'zi uchurlarni bilib olsam. Yani mesela sizlar qaysi kitobni o'qidinglar degandek. Shundaqla sizlarning suhbatni ma'lum bir chig'ir ichida elib berish uchun bilishinglar kerak narsalarni o'zaro deyishib olsa deyman. Men bilan Facebook Messenger'dan xat yozish orqali yoki el-xat orqali Eynek toruning bosh betida ta'minlangan bir el-xat adresi var. Yoki WhatsApp'ta meni qo'shib olganlar bo'lsa, WhatsApp orqali aloqalashsa bo'ladi. Adam qancha ko'p bo'lsa, suhbatimiz shuncha qiziydi. Bu uqtirish shuning bilan tugaydi. Endi bugungi sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bu odamga dahshat berguvchi qo'rqinchli temani boshlayman. Ko'rayotganinglardek mavzu koronavirusi Uyg'urlarning zavoli bo'lib qolishi mumkin. Bu deganlik Uyg'urlarning neslini quritadigan,
millat sifatida yo'q qilib yetadigan bir balo ofat bo'lib qolishi mumkin. Aldı bilen koronavirusi ve bu balay afetki qarta oturdu kezivatkan oxşamagan qaraşlağı bir köz ataylı. Bunun da oxşamagan bir münç qaraşlağı mevcut. Birincisi Amerika düşmanı qaraşlağı. Bu qaraş asasen Amerika düşmanligini aldın ala köngüllerde tutup turup kılıngan mülahizler olgaçqa günahkar Amerika olup çıkıdığan şekilde. Konkret mazmunlar, tafsilatlarda bir azdan fark olsun mu, ahirki netice aşında çıkıdı. Bu asaslıkı Türkiye'lik mülahizçilerin bugünkü Türkiye hükümetinin asasi tutumuga ergeçken halda kılavatkan mülahizlerini asas kıladı bu. Amerika Xitay arasındaki iktisadi uruş tüfeyliden Amerika mana şu usul bilen, yani şu virüs usulü bilen, biyologiyalik uruş usulü bilen Xitayga haddini bildirip koymakçı bolganmış. Bu bir xil qaraş. Yana biri ilmiy qaraşlar. İlmiy qaraşlar degenim körünüşte ilmiy usulda təhlil berilayotgandek görüngenlikini nazar tutganda ilmiy qaraşlar deyişki bolduğan ilmiy təhlil. Koronavirusunun aslida patentlik bir xil virus ekanligi, onun körülayotgandek aqibatlarni keltirib chiqarmaslik kerakligi. Bu görülayotganlardan qaraganda koronavirusi laboratoriyalarda tekrar ishlanib, onun mushu holga keltirilganligi ehtimoli. Aslida virus Kanadaning Winnipeg shahridagi bir laboratoriyaga oid bo'lib, ma'lum vaqt ilgari bu yerdan virusga doir ma'lumotlarni o'g'irlagan bir Xitoy jasusi bayqalganligi qatorliqlar. Faraz qiyoslar. Hazırca bu virüste önümlük antivirüsünün yokluğu, bundaq bir antivirüsünü tədqiq qılıb tepib çıkış vaqt alıdığanlığı. Bu vaqtdan keyin andın türkümlep işlep çıkarışqa kirişilse, yeterlik miqdarda işlep çıkarış üçün yana belgilik bir vaqt ketadiganlığı. Mana bu vaqtlar ichida virus jon elishni davom qiladiganlığı. Xitayning haqiqiy xabarlarni yoshirayotganligi, amaliyotning xabarlarda deyilganlarga qaraganda texmi dahshat ekanligi. Ya'ni bir Xitoyning deyishicha, Xitoy rasmiy doiralar o'lganlarning sonini 250 atrofida ko'rsatgan zamonda deyilgan gap, allaqachon 50 mingdan oshib ketdi. Yuqumlanganlarning bir necha millionga borganligini o'tirib qo'ydi bir Xitoy. Vahime haddidan ziyoda mubolag'alashtirib o'tilyotdi. Amaliyotda uncha bo'la emas deydigan aniq ta'tirish chiqarishlar. Suiqasd nazariyalari, ya'ni konspirasi. Suiqasd nazariyalari asosan ikki turda bo'lib, her ikki turda siyosiy arqa ko'rinish bor. Bulardan biri bu virus laboratoriya muhitida yetishtirilgan virus bo'lib, biologiyalik urush uchun planlangan. Bu qarash eng keng doirada. Va bu ko'p qarashlarning hammasida asosli o'rinda turadi. Buningga Xitoy dushmanligi yoki Amerika dushmanligi bo'lsin, o'xshash buning bu jihat bu taraf o'xshash. Ya'ni biologiyalik qurol sifatida tadqiq qilinib barliqqa keltirilgan virus. Ama bunun farqi uni Amerika barliqqa keltirgan, Xitoy barliqqa keltirgan degan yerda. Shunday qilib, dal Wuhan'da Xitoylarning biologiyalik urush tadqiqoti qilgan bir laboratoriyasining barlig'ini bir aniqlovchi bo'lib keldi. Virus mana shu laboratoriyadan qochgan.
Yani Xitaylar üzü qazgan uruğa üzü düşmekte. Yana bir qarash shuki, Xitaylar masalani o'zlari mubolag'alik shaklda ko'ptirib, vahimini cho'ngaytib, amaliyotda bir qatimliq biologiyalik urush manevri elib bormoqda. Hatta bu amaliyotda bir manevrdan iborat. Yani bunda bir kesel taqiga ish yo'q. Bu manevrdan iborat. Degichilar. Bayqilishicha, ba'zi rasmlar, qisqa videolar bu qatimqi virus ofatidan burun boshqa o'xshamagan vaqtlarda, o'xshamagan hodislarda tortilgan rasmlar, videolar degichilar bor. Bu virus hadisidan keyin biologiyalik qurollarga oid qonun yozgan bir amerikalikning ifodasimi e'lon qilindi. Bu Sharq Turkiston surgundi hukumatining televiziyasida e'lon qilindi. Yani ma'lum etnik grupni nishonga olgan biologiyalik tadqiqotlar haqida. Bu bizning diqqatimizni hammadan bek tortadigan bir mazmun yoki hammadan bek diqqatimizni tortish kerak bo'lgan bir mazmun. Ma'lum etnik grupni yo'qotishni nishon qilgan viruslar. Bunday virusni yetishtirish ishi yengillik emas. Men burun bu haqda to'xtalgandim. İnsanlarda olsa gerek. Aldığın yılı yoki uningdan burunqi yılı. 2017 yoki 2018'de. Bir videoda bu etnik tozalashga maxsuslashtirilgan, yani bir millatning gen alohidligiga ko'ra yetishtirilgan viruslar haqida to'xtalgandi. Benim bu videolarımın hemmini baştan ahir anlaganlarını isimliği alaysizlar. Janubiy Afrika aqlarının zengilerge qartılgan bir planı bo'lganligi ve bununla bütün dünyanın qarşı çıkışı bilen bunundan vaz kechilganligi haqida misolni bergandim şu videoda. Bu vaqtda Janubiy Afrika 3 milyonchi nüfusluk aqlarning hukmronligida bo'lib, bular mustamlik hokimiyatining varislari edi. 30 milyonchi zengilar ustidan hukmronlik qiladi. Hukmron etnik guruh azsalliq, hukmronlik astidagilar ko'p sonliq bo'lganda, mana shunday bir yo'qotish chorasi o'ylab topilgan. Mana shunday kuch nisbati bek zo'r farqliqlarni turkumlab yo'qotishni osonlashtiradigan bir chora biologiyalik urushdir. Buni Yaponlar 2. Dünya urushi davrida Xitoyni sinagan. Chunki Yaponlarning nufusidan qat-qat üstün bo'lgan Xitoylarni boshqa keltirish, tizginlash uchun bu qilishga tegishli bir ish yo'q qolgan. Ammo umumyuzlik kengaytirishga ulgurolmagan. Ulgurolgan bo'lsa, Xitoylar bugun bunday jiq bo'lmaydi. Tarixda bo'lib o'tganlardan ilhom olgan Xitoylar hamon bir kuni taraqqiy qilib, muayyan seviyaga kelgan hamon biologiyalik qurollarga ega bo'lishni allani vaqt ko'ngillariga tutganligi aniq. Xitoylar hamon dunyoning markazi bo'lishni angsizligida har doim mavjud qilgan bir millat bo'lish sifatida dunyoga xo'ja bo'lishni har zaman tushashdan to'xtab baqmadi. Jung degan xitobi bilan Jung markaz o'zlarini dunyoning markazi, dunyoning poytaxti hisoblaydi. Başkalar devlet emas, Xitoylarning nazarida millat emas, hatta inson emas. Mükemmellik jihatdan resmi inson faqat Xitoylar. Başkalar uningdan tuvan turadi. Alvasti deydi o, jin shayton deydi o başka millatlarni. Yanguizi, Shouguizi Yaponlarni. Kichik alvastilar, paka alvastilar yoki ecnebi alvastilar. Hatta üzü biqindi devlet ular Xitoylar. Üzü biqindirin uçup qalgan zamanlarda. Ulpan töyleydigan devlet altı uçup qalgan çağlardımı saray tarixçilari mag'lubiyatlik urushlarni g'olibiyat sifatida ko'rsatib yozgan. Başka devletlerge hoşamet qilish yuzidan qiz verish,
olpan topshirish, sharaflik atlar bilan atash qatorliqlarni burmilab, go'yo o'zining yerlik beglariga vonliq, jonliq atoqlarni berayotgan shaklda yezib, saxta tarix yozib. Shunlashqa dunyoda Xitoylarningki tarix kitoblarini umuman ishonchsiz deb qaraydi. Agar u boshqa bir tarix kitobi bilan selishtirilib, uning isbotlanmagan bo'lsa, ishonishga bo'lmaydi deb qaraydi ilm dunyosi. Mana shunday tarixni burmilab yozadi Xitoylar. Kelgusida bu yolg'onlarning dalil ustida qarilishidan umidli bo'lgan. Qanada zo'ravonlik bo'lgan, kengaymichilik bo'lgan, irqchilik bo'lgan bir millat bo'lish sifatida 2 dunyo urushidan keyin Yaponlar tajribadan o'tkazgan biologiyalik qurollarni ko'ngliga pukib bo'lgan. Aman bir kuni bizmi shu saviyaga kelamiz va cho'qin bu qurolni tadqiq qilishimiz kerak deganlarni planlab qo'ygan. Shunga boshqa millatlarning nüfusini kulkulik darajada oz ko'rsatish bir an'ana holatiga kelgan. Keyin 30 milyonlik bir millatni yo'qotib etdi deyilgandan ko'ra 10 million o'tdi. O afetni yo'qolib ketdi desa, asarroq bo'ladi emasmi? Mao Zedongning hayot vaqtidagi shirin tushlarida hamon dunyoning birinchi nomerlik lideri bo'lish izchil bir orzu bo'lib kelgan. Uning nafsi, xirsi har qachon teshib turg'achqa, atrofidagi xushomadchilar uni qisman bo'lsin qanoat toptirish uchun mavjushi butun dunyo xalqining doisi deb madiylaydi. Bizning balavoqlarimiz bu bo'lsa markazdan teshib butun Xitoy imperiyasi chegaralari ichida taqilib, bunda atash umumlashgan. Mao Zedong izchil turda butun dunyoga xo'ja bo'lishning fantaziyasi ichida yashagan. U Xitoy millatining markaz junliq yoshirinining eng ro'shan ifodalarini o'zida aks ettirgan edi. Agar Xitoy butun dunyoga xo'ja bo'lmoqchi bo'ladi ekan, u holda bir qavmni yoki bir davlatni xolisi darhol yo'q qilib oladigan kuchga ega bo'lishi shart bo'ladi. Bu kuch albatta atom bombasidan unumli, ammo iqtisodiy chiqimi tuyan bo'lgan biologiyalik qurol edi. Shu Xitoylar xeyli burunli tadqiqotga kirishgan. Yaş çoğunrak qarindoshlarimiz eslayoladi. 1987 yilning keyingi yarımida Xotanda ma'lum kentda tunji sinoq, balkim tunjisi emasdi-yu, bizga bilingan tunji sinoq elib berilgan biologiyalik qurol sinoqi. Atalmış g'ayri A, g'ayri B tiplik jigar kesil taqilib, bu kentning xalqi tamoman yo'q qilingan. Shundan keyin butun Sharq Turkiston doirasida bu kasal doimiy kasallardan bo'lib kun tartibida o'rin oldi. Her yili atiyoz faslida doktorxonalarning yuqumli kasal bo'limlari to'lib ketadi. Ammo bularning ichida bir Xitoyning bo'lmishi bichora xalqimizning, hatto bilarman ziyolilarimizning xiyolida gumonliq savol tug'dirmaylar odatga aylanib ko'nikib ketilgan edi. Xitoyning hukumat hujjatlarida doim saxta ko'ngil bo'lish, xizmat o'rinlashtirilishlarida bu kasal yerlik kasalliklar deb ataladi. Shundaqla Xitoylar hech nomus qilmasdan sizlar Uyg'urlar tozaliqqa diqqat qilmaysizlar, shuni asallar mikroblanib qolasizlar deyishadi. Maynet ekanligiga ishondirilgan xalqimiz bu yuqumli kasallarga giribtor bo'lishini, Xitoylarga yuqmay o'zlariga yuqishini ana shu maynetligimizdan deb bilgachga Xitoylardan gumon qilmaydi. Qilib boqmagan. Biz gumon qilgan shu vaqtda. Kim chet elga chiqqandan keyin ba'zi KGB'ning g'arbga qochgan sobiq josuslari Xitoylarning 87-yilda biologiyalik qurolni Sharq Turkistonda singanlik qatorliq ba'zi axborotlarni pash qilgan. Shuningdan biz gumonlarimizning haqiqatan to'g'ri bo'lganligini ko'rib yetdik. Qarashlarning ichidagi yana bir qarash metafizik qarashlar. Ya'ni masalaga ilohiy qonunlar nuqtasidan qaraydiganlarning qarashi.
Bu türdekiler. Bunu Xitaylarga Allah'ın cezası dep qaraydı. Nima için? Allah acizlarning tarafdori. Acizlar bilan Allah'ın arasında hicap perde yok degan hadis bunun asası. Bu deganlik acizlarning nidalarini, ahuzarlarını Allah bevosita anlab turdi, ko'rib turdi. Aralığında hicap perde yok bo'lgandiki. Zulm ma'lum chekka yetganda, acizlar har qanday yolqinishlar bilan zulmni cheklashga amalsiz qolganda Allah'ın zalimni jazolaydiganligi muqaddas kitoblardagi qissalardan ma'lum. Firavun bilan İsrail o'g'illarining, İsrail avlodining orasidagi. Chunki inson Allah'ın en iftiharlık eseri. Allah akıl ve tasavvurunun çığırlarından halkıgan kainatның yaratquchisi bo'lishib qaramay, aşı cheksiz kainatni yaratganligidan emas, insonni yaratganligidan faxrlandi. Chunki bir odam aşı kainatning kichikiltirilgan nusxasi deyiladi. Undan ekan Allah'ın en aziz qilib yaratgan eseri ziyoda zulmga uchrashsa ve bu zulmning uch-cheki yo'qdek davom qilaversa, zulmning turi ve ig'irligi inson bolasi ko'tara oladigan chekdan eshib ketsa, albatta Allah zolimning haddini bildirdi. Bu itiqoddan tug'ilgan bir qarash bu. Jahonning egisi borligini bildirib qo'ydi. Shi Jinping Xitoyning taraqqiyot sur'ati va fan texnikada qozongan muvaffaqiyatlarini nazarda tutib, bizni hech qanday kuch to'xtatolmaydi debdiki. Bunda so'zlar Allohga isyon hisoblanadi. Buning uchun Allah undaq zolimlarga o'zining qudrat ilohiyasini ko'rsatib qo'ysa, ajablanarlik emas. Hech qanday kuch to'xtatolmaydi emas. Ko'zga ko'rinmaydigan virus to'xtatib qo'ya oladi seni desa, ajab emas. Rostdan desam, mening ko'nglimni bu qarashga mayil, chunki men musulmon. Allohga ishonganligim uchun bu qarashga mayil mening ko'nglim. Ya'ni bu koronavirusi Xitoylarga Allohning jazosi. Endi muomala yoki ko'ngil izhorlar. Bizning yumshoq ko'ngil insonparvar Xitoyparastlar, avtonomiyachilar, Xitoy qahramonlariga ixlosmandliklarini ifodalab turadigan qani buzuq g'olchilar, chiroyli atoqlar chumpardilar ichida Xitoylarga ich og'irtish ifodalayotganligi ma'lum. Men yillar avval, to'g'risi 2007-yil nashr qilingan bir kitobda milliy o'chmanlik tabiiy tunimaydi mavzuli bir maqola e'lon qilgan edim. Kitobni o'qiganligingizni olasizlar. Milliy zulmga uchragan millat uchun zolim millat a'zolarining yaxshisi, yomoni deydigan kategoriyalar mavjud bo'lmaydi. Zolim millatning u nimasi yaxshi, bu nimasi yomon debmi ayirib o'tmaydi. Bu shunday o'chmanlikki, milliy o'chmanlik degan. Zolim millatning san'atidan tortib moddiy madaniyatigacha hamma nimasi la'natlik, nafratlik ko'rinadi. Gerçi bu umumiy insonlik nuqtasidan, insoniy axloq nuqtasidan, nazariya jihatdan xato bo'lsa-mu, insonning hissiyoti, ko'nglining xohishi bundaq nazariyalar bo'yicha harakat qilmaydigan bo'lg'achqa, yoshirin anda xamallangan nafratning jug'lanmasi insonning haddi harakati, xohishlariga hukmronlik bo'ladi. Shuning bilan inson garchi bek angliq, bek bilimdan bo'lgan taqdirdami, ko'ngildagi nafratini bir yerdan tashirib turdi, chandırib qo'ydi. Men yuqorida zikr qilingan maqolada tarixdan bir misolni bergan. Fakti yo'q, quruq gapni qilmayman. Ya'ni 2. Dünya urushi davrida İtalyanlar, nemislar, Yaponlar, ya'ni faşistlar guruhidagi bu üç millat Shimoliy Amerikada, bu deganim Amerika ve Kanadada hujum nishoniga aylangan.
ommaviy o'rinlarda, ko'chalarda, avtobuslarda birasining nemis yoki italyan ekanligini bilib qolsa, ko'pchilik uni haqoratlagan, tukurgan, hujum qilgan. Yaponlar tabiiy holda bilinib turadigan bo'lg'achqa, ular texnik hujumga uchragan. Hatto ba'zi Xitoylarni Yapon hisoblab qilib hujum qildigan avvallar bo'lgan. Urush qo'zg'aganlar ashlamidi. Kanadalik, Yaponlar yoki Kanadalik, Italiyalar, Amerikalar, nemislar. Ularni boshqalardek Amerika, Kanada fuqarosi edi. Gunohi faqat faşistlar bilan bir millatdan bo'lganlik edi. Keyin hukumat ularning hammasini kamplarga to'plab, tikanlik sim ichida tutgan, ta urushdikcha. Chiroyli bahonasi hukumatning ularni xalqning hujumidan qo'g'dash deyilsa-mu, amaliyotda hukumatni ularga ishonmagan. Josuslik qilish ehtimoli va o'zining millat tarafga. Bundan shuni ko'ramizki, milliy o'chmanlik tabiiy qutulamaydi. Düşman milletinin bazı a'zolari yaxshi, ba'zilari eski deb ayirib o'tolmaydi. Bu ko'ngilning xohishi. Tabiiyki, agar og'zida millatchi ko'rinib, dilida munofiqlik uyushtirgan g'alchilar buningdan mustasno. Zolim millatning a'zolaridan yaxshilarimi bor deyilsa, faqat ular xuddi Hindiston mustaqillik harakatida o'z davlatiga qarshi Hindiston xalqining sifida o'rnagan inglizlardek qat'iy iliq maydon bilan o'tirib chiqarsa, andan ular boshqa. Nayda afsuski, irqchilikda tangdishi bo'lmagan Xitoylarning demokratchisimi, diktatorimi Sharq Turkiston masalasida o'xshash fikrda. Buni esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Eng yomon ehtimollik. Odatda liderlar, harbiy qo'mondonlar tayyorliklarini eng yomon ehtimollik degan tanlash asosida qilindi. Chunki agar ko'ngil yasaydigan o'z-o'zini ta'palash nusxasidagi saxta pozitivizmlik nuqtada tushuntirilib olsa, tasodifiy eng yomon ehtimollik amaliyotga aylanib qolsa, tayyorliksiz tutilgan bo'ladi. Deylikki, bir qo'shin Qo'rshovda qoldi. Qo'mondan ishonmaydi. Alloh saqlaydi. Desa va shu bo'yicha harakat qilsa, tamom bo'lmishi. U eng yomon oqibatni faraz qilishi, eng yomon oqibat deb bekitilgan ash farazga asosan tayyorlik qilish kerak. Anda onun qutuluş ehtimolliqi tug'iladi. Agar kutilgandek aşı umidvorlik nusxasidagi natija yuz bermay, aşı yomon oqibat amaliyotga aylanib qolsa, qanday bo'ldi? Tayyorliksiz tutilgan bo'ladi. Oqibati texmi dahshatli bo'ladi. Şuna meyli siyasi sahnada olsun, meyli can meydanında olsun. Toplum beşi boğucular her kaçan en yaman ihtimallik nim buluşu mümkün degenini tahlil qilib bir qiyos o'tirg'i chiqardi va mushundaq bo'lib qolsa degan asosda tayyorlikka kirishiladi. Yoki shunga yarasha siyosat belgilaydi. Xo'sh. Endi koronavirusi va Uyg'urlar mavzusiga kelganimizda en yomon ehtimollik o'ylab ko'rildimi? Aşı qaza uchrayotgan masum Xitoylarga ichag'irtayotgan yumshoq ko'ngil, mehribon, insonparvar g'alchilar o'zining millatining oqibati haqida en yomon ehtimollikni o'ylab ko'rdimi? Bulardan xabarim yo'q. Xuddi yomg'irdan keyingi bombuk notalardek maydonga kelgan notiqlarning hozirmi shundoq bas-basda video nutqlari berayotgan yoki to'xtaganligidanmi xabarim yo'q. Notiq inflatsiyasi hozirmi bormi yo'q bilmayman. Agar bor bo'lsa, bu bilarmanlarning bu haqda o'tirib qo'yganlari bormi? Bu virus hodisasidan keyin yoki g'oyib bo'lishgan bo'lsa,
Endi bu hodis sebebinden tekrar oturup da boy göstip bir baha mulayizə ilan kıldı mı? Buladın mı haberim yok. Haberim yok halda. Men okumagan Çalamolla bu haqda ko'nglimga kechgan eng yomon oqibatni, eng qo'rqinchli ehtimollikni bu yerda o'tirib qo'yaman va foydalanuvchilarning diqqatiga sunaman. Qisqacha aytsam, mavzu ko'rinib turgandek, bu qitimqi virus ofati Uyg'urlarning zavoli bo'lib qolishi, Sharq Turkistondan tamoman tozalanib ketishi mumkin. Endi bu ehtimollikni keltirib chiqaradigan sabablar haqida to'xtalaman. Burundan deb kelayotganimdek, millatimizni tamoman yo'qotish Xitoylarning eng buyuk nishonlaridan biri. Shundaqla bu nishon Xitoy Cumhuriyeti vatanimizni ishg'ol qilgan vaqtlarda belgilangan. Davlatning o'zgarmas nishonlarini o'z ichiga olgan Qizil Toshli kitobda yer olgan bir nishon. Ba'zilarning keyingi zulm taraqqiyotini deb Xi Jinpingga döngab, faqat Xi Jinpingni shundaq eski boshqa Xitoylar yaxshi yoki kelish o'tküchülüki bordek ko'rsatishlari haqiqatan nadonlik yoki g'arazlik chalg'itma. Chunki minglagan kamplar bir kunda maydonga keladigan narsa emas. Uzundan berki yo'shirin boshlangan tayyorlikning natijasi. Bu qurilishlar hali burun boshlangan. Yana deb o'tganimdek Xitoylarning nishoni yo'qotish ekanligi muqim. Ammo qanday yo'qotish masalasida metod, usul bir necha bosqichlik o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Aslidagi metod Xitoy uslubida yo'qotish, ya'ni harvada toshgan erishdik, ilmiy-fikrlik usul bo'lib, uzoq so'zilgan, asta-asta bilindirmay elib beriladigan bir xil yumshoq usul edi. Agar Xitoy burunqi bekinma ojiz holatida davom qilgan bo'lsa edi, bizni yo'qotish metodimi o'zgarmaydi. Ammo Xitoyning o'zining shart-sharoiti o'zgardi. Shunga yo'qotish qadamini tezlashtirishni qaror qildi. İkinci qadam xuddi g'ayri A, g'ayri B tiplik jigar yollig'i paydasidagi irsiy tiplik viruslar bilan badan safamizni tushirish va shunga o'xshash boshqa jismoniy va ma'naviy usullarni o'z ichiga oladi. Xitoy texnik kuchlandi va dunyoning bo'lib g'arb dunyosining bisini sinab baktı. Ko'rdiki, ochko'z kapitalistlarning puldan boshqa ko'zi yo'q. Kişilik hukuk şuvarları fakat aldamçılık ve yoki bu fakat g'arb insoni bo'lganda, g'arb kishisi bo'lganda kuchga ega. Osiyo, Afrika insoni bo'lganda taxta beshidillik oladigan quruq shuvar. Mana shuning bilan Xitoylar jasoratlendi. 2000-yilda Jamziman Sharq Turkistonga kelib, xizmatlarni ko'zdan kechirganda ishqur qismlarining boshliqlariga so'zlagan so'zdilar, yo'qtiladiganligimizni aniq bildirib shunday degan. Davlatlar ara almashtirish kuchaygan sari tillar ko'paymaydi, balki oziydi. Bu Uyg'ur tilining iste'moldan qoldiriladiganligining eng boshdagi aniq oshkora signali edi. Kamplar mana shu chaqda kun tartibga kelgan mablag' ajratilgan bo'lishi ehtimoli nihoyat chong. Tilimizning iste'moldan qoldirilishi kamplarda ilib beriladigan manqurtlashtirish, fikr qilolmaydigan ishlab chiqarish hayvonlarga aylantirish plani bilan qolmay, Xitoylar DNA o'rnaklar to'plab Uyg'ur geniga uyg'un virus yetishtirishni jiddiylashtirgan. Amerikaliklarning bir etnik guruhni nishon qilgan biologik qurol deyishi sababsiz emas. Xitoylarning mushundaq bir plani borligi cho'qim. 1987-yilda sinab qilingan kasaldan qaraganda bu tamoman Xitoylar qila oladigan bir ish bo'lib, masala osti xarakterli kasallik emas, tezroq o'ltirdiganga taraqqiy qildiusli bo'ldigan ish. Bundan boshqa yana nurg'un kimiylik tajribalar uchun, biologik tajribalar uchun tirik aqchashgan rol o'ynayotgan xalqimiz kamplarda Xitoyning bu jihatlarda musofalarni qatlab, yangi kashfiyotlarni borliqqa keltirilishida tajriba chashqini bo'lib xizmat qilayotgan edi.
Bilisizler, 2. Dünya Uruşu devrinde natsist kamplarida elib berilgan tibbiy sınaqlar tüpeylidən nurgun yeni doğrular meydana geldi. Tibabette. Nurgun adamların ölümü bedeliga deyilsimi, neticede bugünküçe işletilayotgan nurgun doğrular aşkarda şu tirik adamlar üstüde sınaq kılınıp andın bekitilgan. Bu natsist kamplarının yana bir o'xshi bu Xitoy kamplarida yuz bermoqda. Bularning ichida siyosiy jinoyatchilarni iqror qildirishda ishlatiladigan ximiylik dorilardan tortib odamning ichida nim bo'lishini to'ktirib yutadigan dorilar. Aqliy saviyani tushiradigan dorilargacha bek nurg'un turlarning sinab qilinayotgani. İtaatkar kul yetiştirdiğen doğrularını, sınav kılıvatkallıkını, huma kıyıcı maddelerinin işletivatkallıkını, nurgun guvacılarının guvalık sözlerdeki malumatlar ispatlamakta. Muşu yo'qotish planı icra kılınavatkan kunlarda koronavirusu o'tirg'i chiqib, uqulavatgan ras olgan taqdirda, uqulavatganlar, bizga uqulavatgan xabarlar ras olgan taqdirda, chunki yuqorida aytdik, nurg'un qarashlarning ichida bu yolg'on, bu bir manevrda degichilar bor. Bu asli kichkina bir ish, buni Xitoy qasddan yo'g'on ko'rsatib, yüzü bir oyun oynayotib degichilar bor. Uning uchun buni qetib qo'yishga zaruriyat borki, uqulavatganlar ras olgan taqdirda, bakmi xatarlik bir afat bo'layotgan ahvolda Uyg'urlarning beshiga nimalar kelishi mumkin? Yo'qotish nishoni bo'lgan Uyg'urlar yuqumlansa, ularga ko'ngil bo'ladigan kim bor? Hukumati yo'q, sahiya sistemasi yo'q, doktor yo'q, Uyg'urlarning holi nima bo'ladi? Xitoylarning yo'qotish planida 4-bosqichlik bir taraqqiyot plani tug'ilish ehtimoli bormi? Menimcha planda ciddi bir o'zgarish meydonga kelgan bo'lishi chuqur. Qanday? Qanday bir o'zgarish? Qanday bir plan? Xitoylar Sharq Turkistondagi doktorlarni yordam uchun deb Xitoyga yo'tkab ketmoqda. Bardi keldilar, qamal qilingan eng aqalli yuqumlanishdan saqlanishning ibtidoiy shakli ko'chman ko'chirish planiga hech ta'sir ko'rsatmagan. Ko'chmanlar davomli turdi o'xshash iqishda. Chegara rayonini gullantirish uchun kelishni davom qilmoqda. Kesel manbasi rayonidan virus to'shish ehtimoli bo'lgan Xitoy ko'chmanlar kelaversa, Sharq Turkistondagi doktorlarning hammasi yoki zo'r ko'pchiligi Xitoyga yo'tkab ketilsa, Sharq Turkistonlarga nima bo'ladi? Xitoyning plani qanday o'zgarishi mumkin? Etnik genimizga uyg'unlashtirilgan viruslar bilan yo'qotishning ma'lum ovorchiliklar bor. Xalqaro obro'y tushadi. Hech kim hech nima deyolmaydi-yu, yanada bu qadar rangimsizlik insoniyat tarixida bir qora dog' bo'lib qolishi mumkin. Shunga tabiiy yo'sinda o'tirib chiqqan bir fursatdan to'g'ri foydalanganda ham yomon atoqdan saqlangani ham maqsadga yetkili bo'ladi emasmi? Siyosiyda hamisha odat bo'lgan bir formula yoki formulashgan bir hukm shu. Kaosdan yangi tartib tug'dirmoq. Yoki parakendichilikdan yangi tartibborlik keltirmak. Bu deganlik, agar tinch vaziyatda orzu qilingan bir yangi tartibni kishilarga ko'ngil rizosi bilan qabul qildirgan bo'lmaydiganligi sezilsa, avval parakendichilik tug'dirilib, ondan bu parakendichilikni besiqtirish bahonasi bilan yangi tartibni kun tartibga so'qishni demoqchi bo'ldi. Tabiiy tug'ilgan hadislarni yoki tabiiy tug'ilgan sirkilishlar ushtirib meydonga kelgan yangi sharoitlarni fursatga aylantirishmi siyosiy mohirlik masalasidir. Shunga
Yelемекер bilen to'qilib, Yelемекерден ozuqlangandek cho'ng bo'ladigan Xitoylar bu ushtum tut o'tirib chiqqan yangi ahvolni fursatga aylantirmasligi mumkinmi? Bu shunday fursatki, butun dunyo qo'rqayotgan bir virus. Xitoylarni o'ylayotdi. Yalnız Sharq Turkistonlar o'ylayotmagandan keyin hech kim bundan bir suiqasd ekanligini deyolmaydi. O halda Sharq Turkistonliklarni mayliga qo'ysinlar, tibbiy yordam, sahiya mulozimati aslida eng zaif bo'lgan Sharq Turkistonni yanama parvishsiz holda tashlab etsa, ish bitadi. Xitoylar o'lsin bo'pti. Xitoylarning 36 yilsida zaten bir narsa alay desam, birinin berishing kerak. $500 milyon Xitoy o'lsimi? 500 milyon. Yarım milyar Xitoy o'lsimi? Xitoy uchun yo'qotish hisoblanmaydi. Faqat nuqs ko'pligi bo'yicha dunyoda ikkinchi o'ringa tushadi xolos. Hozir birinchi o'rinda bo'lgan bo'lsa, u chaqda ikkinchi o'ringa tushadi xolos. Yarım milyar o'ylab boqinglar. Hech qurab ketmaydi Xitoy. Bu kadar bereketlik bir millet. Andaqken deylik 40 milyon Xitoy olsun. O halda Xitoylar ezelden resmi hükümet hüccetlerinde yoşurup kelayotgan nüfus sanımız boyunca intayin az bo'lgan Uyg'urlar. 10 milyon deyilgan taqdirda mı? 40 milyon Xitoy, 10 milyon Uyg'ur o'ldi. Dese gayet tabii ki hissedaşlık yana Xitoylar tarafida oldu. Dünyanın hissedaşlığı. En köp kurban bergichi sifatida. Ama Uyg'urlar tamamen tüggen bo'ldi. Xitoy hokimiyatini kim aytib Bu degan tabiatı. Xitoy öldü, başka milletler öldü. Hammadan köp Xitoy o'lgan tursa, yana nima deysan? Endi xalqaro sahnlarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlar, dohiylar mana bu eng yomon ehtimollik bo'yicha harakat qilishi. Xitoylarning Sharq Turkistondagi doktorlarni yetkazib ketib, xalqimizni o'z beshiga tashlab etganligini, buning oqibatlarini o'tirib qo'yib, dunyoni ogohlantirishlari kerak. Xalqaro sahiya tashkiloti qatorliq ommaviy tashkilotlarni harakatga keltirishga tirishishlari lozim. Qarindoshlar. Men shunchalik gap qilay. Qag'inni o'zingni o'ylang qarindoshlar. Ya o'ylabmi yerib etmaymiz-ku? Buning bilan bir ish bo'lib ketishini atayin, ko'zimizni payqirtib turamiz shu WhatsAppda, Facebookda shu nutq chekib. Ammo tashkilot boshliqlari her kim o'zi turishliq mamlakatlardagi xalqaro ommaviy tashkilotlarga beshimizga kelayotgan bu halokatni, bu oqibatni uqtirishlar lozim. Xitoyning niyatlarini ichib tashlash lozim. Hammalarga rahmat. Aman bo'lsak yana ko'rishamiz. Alloh hammalarni salomat qilsin. Niyat qilgan ulug'vor ishlaringlarda muvaffaq qilsin. Amin.